Ho'p, assalomu alaykum hammaga. Demak, navbatdagi attestatsiya spesifikatsiyasi namunasida mavzulashtirilgan mini testimizda, ya'ni tengsizliklarga oid bo'lgan testimizni video yechimi. Birinchi misolda aytyaptiki, tengsizlik x ning istalgan qiymatida o'rinli bo'lsa, m qaysi oraliqda joylashgan deb savol beryapti. Xo'p, endi qarang ustoz. Buni ishlash uchun biz kasrning suratiga bitta minus berib yuboradigan bo'lsak, x kvadrat minus 3x plus 9 taqsim m minus 1 x kvadrat. Hop, m minus 1 x plus 1 kichik 0 bo'lib qoldi. Endi qarasak, birinchi qiladigan ishimiz, agar kasrning suratidagi ifodani, ya'ni kvadrat uchxatni diskriminant qilib ishlab ko'ramiz. Diskriminant qiladigan bo'lsak, 9 minus 4 kere 1 kere 9 va minus 27 chiqib qoldi. Agar kvadrat uchxatda diskriminant manfiy va a 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, berilgan kvadrat uchxadim x ning ixtiyoriy qiymatida musbat qiymatni qabul qiladi. Demak, kasrimning surati, mana bu yerda tengsizlik ishorasi o'zgarishi kerak. Xo'p, kasrimning surati musbat ekan. Taqsim i bu ifoda nima bo'lishi kerak ekan? 0 dan katta bo'lishi kerak. Kasrning qiymati 0 dan katta bo'lishi uchun surat musbat son, demak maxraj ham musbat son bo'lishi kerak. Demak, maxrajdagi ifodamiz ham musbat ekanligini bilib oldik va musbat bo'lishi kerak ekanligini bilib oldik. Maxrajdagi parametrli kvadrat uchxadimda ham diskriminant 0 dan kichkina, a 0 dan katta ifoda shart bajarilsa, demak bu kvadrat uchxadim ham musbat ekanligi kelib chiqadi. Yaxshi, diskriminant qiladigan bo'lsak, m-1 ning kvadrati 4 kere m-1 kere 1 kichik 0 bo'lishi kerak. Xo'p, m kvadrat minus 2m plus 1 minus 4m plus 4 kichik 0 bo'lib qoldi. Xo'p, m kvadrat minus 6m plus 5 kichik 0 bo'lib qoldi. Xo'p, m minus 5 u m minus 1 bo'lgan ko'paytuvchiga ajraldi. Xo'p, demak buni chizadigan bo'lsak, mana 5 nuqta, yo'naltda 1 nuqta. Plus minus plus va bizga nima kerak bo'ladi? Manfiy oraliq kerak bo'ladi. Va bu yerda endi a kichik 0 degan shartimiz bor edi, ya'ni m minus 1 kichik 0, ya'ni katta 0 dan. Katta 0 dan. M katta 1 degan shart kelib chiqdi. 1 dan katta shartni ham qo'shadigan bo'lsak, umumiy javob nima bo'ldi? M tegishli bo'lishi kerak ekan 1 dan 5 gacha. Va bu javob D javobda. Agar m 1 dan 5 gacha bo'lgan oraliqda bo'ladigan bo'lsa, mana bu tengsizligimiz x ning ixtiyoriy qiymatida nima bo'lar ekan? 0 dan kichik bo'lar ekan. Ikkinchi misolimiz. A va B butun sonlar uchun 16 kichkina a plus b dan kichkina 28 dan, ya'ni a plus b 16 va 28 orasidagi son ekan. Va bizada a plus b taqsim b teng 4 ekan munosabat o'rinli bo'lsa, a minus b ning eng katta qiymatini toping deyapti. Xo'p, endi qarang. Birinchi qiladigan ishimiz. Xo'p, a plus b taqsim b bu 4 ga teng bo'lsa, bunga b maxraj bersam, a qo'shilgan b barobar 4b ligi va a barobar 3b ekanligi kelib chiqdi. Endi bizada bu birinchi ish bo'lsa, demak ikkinchi ishimiz 16 dan katta a plus b lekin kichik 28 dan ekan. Ya'ni nima bo'ladi endi bizada? Xo'sh, 16 dan katta a'imiz 3b edi. 3b qo'shilgan b dan kichik 28 bo'lib qoldi. Demak 16 dan katta 4b kichik nima bo'lib qoldi? 28 dan. 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 4 dan katta b kichik nima bo'lib qoldi? 28 dan. Ya'ni 7 dan demoqchi edim. 7 dan 4 ga bo'ldik. Demak b qabul qilishi mumkin bo'lgan sonlar 5 bilan 6 oralig'idagi son ekan. Chunki a va b sonlari butun sonlar dedi. Agar bizada b 5 bo'ladigan bo'lsa, a nimaligi kelib chiqadi? 15 ekanligi kelib chiqadi. Agar b 6 bo'ladigan bo'lsa, a'imiz nimaligi kelib chiqadi? 18 ekanligi kelib chiqadi. Bizdan a minus b ning eng katta qiymatini so'radi. 15 minus 5 bo'lsa, birinchi shart bo'yicha xo'p 10 ekanligi, xo'p agar 18 minus 6 ekanligini isbotlaydigan bo'lsak, 12. Demak a minus b ning eng katta qiymati 12 ekan, eng kichik qiymati bo'lsa 10 ga teng ekan. Demak bizda eng katta qiymat so'rayapti. Demak bu C javobda. Uchinchi misolimizda 7x kvadrat minus 14x minus 21 kichik 0 tengsizlikning yechimlari to'plamida q barobar
Xo'p, 8x kvadrat minus 16x plus 16 qanday qiymatlarda qabul qiladi deb so'radi. Keling, birinchi tenglikimizni ishlab ko'ramiz. Ya'ni 7x kvadrat minus 14x minus 21 kichik 0 bo'lsa, 7 ga bo'lib yuborsam x kvadrat minus 2x minus 3 kichik 0 degan qiymat kelib chiqdi. Bu bizda x minus 3 va x plus 1 bo'lgan ko'paytuvchiga ajraladi. Xo'p, son o'qiga qo'yadigan bo'lsak, 3 nuqta bilan minus 1 nuqta oraliq. Plus minus plus bizga demak nima kerak bo'ladi? Manfiy oraliqlarimiz kerak bo'ladi. Demak, x'imizni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari minus 1 dan 3 gacha ekan. Endi demak x'imizni qabul qiladigan qiymatlari minus 1 dan 3 gacha bo'ladigan bo'lsa, bizdan qulning qiymatlar sohasini so'rayapti. Demak, uning uchun biz nima qilishimiz kerak? Xo'p, o'sha minus 1 va 3 sonlarni qo'yib ko'rishimiz kerak. Ya'ni x ni eng katta, eng kichik qiymatlarni qo'yib ko'rishimiz kerak. Lekin minus 1 bilan 3 qanoatlantirmaydi. Xuddi shunday minus 1 va 3 qo'ygan paytdagi chiqqan quvlar ham quvni qanoatlantirmaydi. Xo'p, yaxshi. X teng minus 1 bo'lgan holatida q barobar 8 hop plus 16 plus 16 40 degan javob kelib chiqdi. Agar x teng 3 holatini ko'radigan bo'lsak, q barobar 8 kere 9 minus 16 kere hop 3 plus 16 degan holatga duch kelib qoldik. Yana nima berdi endi? Hop. Demak nima bo'ladi? Endi 3 qiymat qo'ysakki bo'lmaydi-yu. Keling, shu yerda biz x ga hop 2 qo'yib ko'raylik-da. 2 qo'yib ko'radigan bo'lsak nima bo'ladi? Agar biz x ga 2 qo'yadigan bo'lsak, 16 degan qanday qilamiz? Qani, boshqa bitta yo'li bor. Xo'p, qdan 8 ni olib chiqadigan bo'lsak, bizda bu x kvadrat minus 2x plus 2 ko'rinishda bo'ladi. Qni topadigan bo'lsak 8. Mana bu ifoda bizda x minus 1 ning kvadrati plus 1 ko'rinishda bo'lib qoldi. Xo'p, endi qarang. Agar biz hozir x ga 3 qo'yadigan bo'lsak, ya'ni x ga keling minus 1 qo'yadigan bo'lsak, x ga minus 1 qo'yadigan bo'lsak, q barobar nimaga kelib chiqdi? 8. Xo'p, minus 1 ni kvadrati plus 1 bo'lib qoldi. Ya'ni bu degan nima kelib chiqdi bizda? Xo'p, 5 40lik kelib chiqdi. Agar biz x ga 1 qo'yadigan bo'lsak, eng kichik qiymatni qabul qiladi. Chunki sababi nimaga? Eng kichik bo'lishi uchun mana bu x plus 1 ning kvadrati eng kichik bo'lishi kerak. Kvadrat eng kichik bo'lishi uchun x ga 1 qo'yishimiz kerak. Xo'p, x ga 1 qo'yadigan bo'lsak, nima kelib chiqadi? Q teng 8 degan javob kelib chiqadi. Demak, q ning oralig'i q tegishli ekan 8 dan 40 gacha bo'lgan oraliqqa. Va bu javob to'g'ri bo'ldi bizda. D javobda. Xo'p, 4-misol, ya'ni mashhur misollardan biri. Bunaqa misolni siz juda ham ko'p marta uchratgansiz, duch kelgansiz. Yechimini to'liq birga ko'rib chiqamiz. Qarang. Xo'p, nima kelib chiqdi? X, Y, Z, T sonlari 19 va 34 orasida ekan. Xo'p, x'im eng kichik son, Y o'rtancha, keyin Z, keyin T qonuniyat bor ekan. Bizdan so'rayaptiki, xo'p, x taqsim Y plus Z taqsim T. Mana shu minimum qiymatni qabul qilish kerak ekan. Minimum qiymat qabul qilish uchun x minimum qiymat sonni olish kerak, T bo'lsa maksimum olish kerak. Chunki sababi nimaga? X minimum bo'lsa, mahraj kattalashgan sari son kichiklashadi. T maksimum bo'lishidan maqsad T mahrajda bo'lganligi uchun u maksimalroq son bo'lishi kerak. Va bundan kelib chiqadiki, x'imizni 19 ekanligi, T'imizda bo'ladigan bo'lsa 304 ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, endi qarang. Bu minimal qiymatni qabul qilish uchun, mana bu ifoda minimal qiymatni qabul qilish uchun y bilan z bir-biriga teng bo'lishi kerak. Va nima bo'lib qoldi? Endi qarang. X ning 19 ida 19 taqsim y plus z tomonda nima bo'ladi endi? Y taqsim 304. Mana shu bizda minimum qiymat qabul qilish uchun nima qilishimiz kerak? Bu birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish. To'rtinchi ishimiz, biz bu ifodadan hosila olib 0 ga tenglashtirishimiz kerak. Nima bo'ldi? Minus 19 taqsim y kvadrat qo'shilgan 1 taqsim 304 y bo'lib qoldi. Teng 304 bo'lib qoldi. Teng 0 bo'lishi kerak. Xo'p, endi qarang, bu tenglamani ishlaydigan bo'lsa nima bo'ladi? Y kvadratimiz teng bo'lyapti 19 kere 304 ga.
Xo'p, 19 kira 304 bizada qabul qiladi. Xo'p, y kvadratimiz teng bo'lar ekan 5776 ga. Xo'p, demak bundan ildiz chiqaradigan bo'lsak, y barobar 76 ekanligi kelib chiqdi. Demak, y'imiz 76 ekan. Xo'p, bundan kelib chiqadiki, 5-qoida so'raydigan narsa, demak, x taqsim y qo'shilgan z taqsim t ning minimum qiymatini so'raydigan bo'lsa, demak, x taqsim 19 taqsim 76 qo'shilgan nima bo'ladi? 76 taqsim 304 bo'ladi. Xo'p, bundan kelib chiqadiki, bu bilan bu qisqaradi. 1 taqsim, xo'p, 4 degan javob kelib chiqadi. Xuddi shunday 304 bilan 76 ham qisqaradi. U ham 1 taqsim 4 degan javob kelib chiqadi. Umumiysi 2 taqsim 4 bo'lib 0,5 degan javob kelib chiqar ekan. Demak, menda minimal qiymati 0,5 ga teng ekan. Xo'p, 5-misolimiz. Tengsizlikning 2 va 2023 oralig'ida nechta natural yechimi bor deyapti. Xo'p, endi qarang ustoz. Birinchisi x ni o'rniga nima qilamiz? 2 ni qo'yib ko'ramiz. Xo'p, x o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi? X o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsak, xo'p, ya'ni 2 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati qo'shilgan 5 ning kvadrati. Nima bo'lib qoldi? 4 qo'shilgan 9 qo'shilgan 16 qo'shilgan 25 bo'lib qoldi. Xo'p, bundan kelib chiqadiki, 20 29 54 degan javob kelib chiqdi. Ya'ni teng bo'lib qoldi. Teng bo'lib qoldi. 2 degan javob noto'g'ri bo'lar ekanda, demak biz x qabul qilish mumkin ekan. Nimaga? 3 dan boshlab 2023 gacha. 2023 gacha. Ikki qiymatimiz qabul qilmas ekan. Endi 3 dan boshlab 2023 gacha nechta son bor ekanligini topmoqchi bo'lsak, 2023 dan 3 ni ayirib 1 ni qo'shib qo'yishimiz kerak. 2021 da. Nega 1 ni qo'shyapmiz? Chunki 3 ham qabul qilinyapti. Va o'z-o'zidan javob nima bo'ldi? A javobga to'g'ri keldi. Ya'ni x ning 2021 ta qiymatida bu tengsizlik nima qilar ekan? Qanoatlantirar ekan. Xo'p, demak shunaqa qiziqarli va foydali misollar foydali bo'layotgan bo'lsa sizga kanalimizni doim tarzda kuzatib boring. Kanalimizni eng yuqoriga Telegramda qoldirib qo'ying va har bitta yangilikni siz birinchilardan bo'lib eshitasiz. Va metod birlashma guruhlariga, matematik tanish ustozlar guruhiga va matematiklarga hammaga jo'natib qo'ying. Ular ham bizni tekin va foydali bo'lgan bilimlarimizdan olib qolishsin va foydamiz tegadigan bo'lsa juda ham xursand bo'lamiz. Omon bo'linglar.